eng optimal, eng zo'r platforma. Bu yerda siz birovni tanishib bo'lishingiz shart emas, katta pul tikishingiz shart emas, qanaqadir bir Amerika ochishingiz shart emas. Faqat yo'nalish tanlab, kontentingizni qilib boraversangiz, mashhurlikka ham ega bo'lasiz, pulingiz ham ko'payib boraveradi. Yon atrofingizga qarang-da, nechtadan nechta bloger ekspertlar Instagram orqali million daromad qilyapti. Buni sizga hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Siz bloger yoki ekspert bo'lib, kontent qilib blog olib borishingiz uchun siz albatta biron bir sohada 10 yillik tajribaga ega ekspert bo'lishingiz shart emas. Odamlarga B nuqtasiga yetib olib, turib o'sha yerdan gapirayotgan odamni kuzatishdan ko'ra, adam Bga borish yo'lini ko'rsatayotgan odamni ko'rish qiziqroq. Misol uchun, men ozib bo'ldim 10 kiloga, mana bunaqa ishlar qildim degandan ko'ra, men ozmoqchiman, mana shu yo'lga chiqdim, kelinglar birga shuni tomosha qilamiz. Adam Bga yetib borishni ko'rsatishim qiziqroq. Buni sizga hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Bloger, ekspert bo'lib Instagramda blog olib borishingiz uchun sizga albatta qimmat kamera, shtativ, svet yoki bo'lmasam iPhone shart emas. Siz o'sha bor mini telefoningizdanmi, Samsungingizdanmi ishni boshlab, hech qanaqa shtativlasiz, oddiy yorug' svetdan foydalanib boshlab turib, keyin birinchi daromadingizdan pulingizni to'plab bemalol iPhone olsangiz ham bo'ladi. Mana juda ham ko'p o'quvchilarim xuddi shunaqa qilishgan. Buni sizga hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Siz bloger, ekspert bo'lishingiz uchun biron bir ideal vaqtda, ideal momentda kutishingiz kerak emas. Men oldimga juda ham ko'p konsultatsiyaga kelgan odamlar ham, "Mani uyim Instagramda emas, mani sharoitim unaqa zo'r emas, yoki bo'lmasa men hali unaqa ozib olganim yo'q" deb boshlamay o'tirishardi. Keyin men ularga tushuntirib berardim. "Voy inson, sen hozir shunaqa deb boshlab tur, keyin уже yo'lma-yo'l to'g'lab ketirasan hammasini." Odamlar his qiladi, naborot yaxshi ko'radi, past balandlikni ko'rsatgani, ideal kartikadan odamlar charchagandirdim. Shunaqa qilib blogligini boshlashardi, keyin menga rahmat aytishardi. Buni sizga hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Sizni bloger bo'lishingizni ideyasini albatta qo'shnilaringiz, qarindosh urug'ingiz, o'rtoqlaringiz qo'llab-quvvatlashi shart emas. Даже boshidagi 10 mingta odamingiz yig'ganingizda ham ularga sizni qilayotgan ishingiz yoqmasligi, to'g'ri kelmasligi, sizga negativ bildirishligi mumkin va bu absolut norma. Hech narsa qilmaydi. Sizga buni hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Siz albatta Instagramda blog olib borishingiz uchun, Instagramdan yaxshi daromad qilishingiz uchun yuzingizni ko'rsatishingiz shart emas. Bemalol yuzingizni ko'rsatmasdan ham blog olib borsangiz, kontent qilsangiz bo'ladi. Sizga buni hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Siz o'zingiz blog boshlamaguningizgacha hech kim sizni o'rningizga blog boshlab kontent qilib bermaydi. Buni sizga hech kim aytmaydi, men esa aytaman. Hech kim sizga tayyor video darslik bermaydi. Qanaqa qilib Instagramdan daromad qilish mumkinligini, nimadan boshlash kerakligini,